Ailenin tamı okşamdı, aşkının tamı okşamdı. Uyunun tamı okşamdı, aşkının tamı okşamdı. Bakmacılar qo'lidagi to'yga kala qo'yning seytilishini ilgari surish uchun eng cho'ng xizmat qildigan, hammalarga tonish bo'lgan Go'shxumar markasini ro'yobga chiqargan, Jungo chorvachilar jamiyatiga a'zo o'rin bo'lgan, qurilgunga 30 yil bo'lgan Xinjiang sarxil chorvachiligining varisi Kamal efendimni qizg'in chavaklarimiz bilan sahnimizga bugungi faoliyatning ahamiyati to'g'risida so'z qilib berish taklif qilamiz. Qani, marhamat. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Qo'saqsin ash bo'ldi degan, shunday dedi. Umid ko'p pishyapti, hammaning yetdi juma. Uchtigina butunlarga to'noq tiqib o'tdik. Bugun men intayin xo'shal qanday desak, bultu naq bugungi kunda, ya'ni armiya bayramida bir tugini mishati so'yib, mush sizlar ko'rib turayotgan Go'shxumar degan viveskini esib, bugungi kunda boshlagan to'q. Naq 1 yil bo'libdi. Bu 1 yil jarayonida Xinjiangning har qaysi joylarga ham ancha-muncha ishgirliklarga ochgan bo'ldik. Shu munosabatda bizningki atrofimizdagi oshpazlar jamiyatidagi mutaxassislarimiz, andan keyin bizning har qaysi joylardagi ustozlarimiz intayin yaxshi bizga yordamda bo'ldi, ham maslahatlarni bergan bo'ldi. Bugungi shu Go'shxumarningki 1 yillik tug'ilgan kuni echilish murosimi munosabati bilan hammalarningki shu sorunumuz qadam tashrif qo'yganiga marhaba. Ma tomoshabinlardan bir so'rab baksam, mana bir talash tortish gap bor ekan. Ailening tamoq o'xshamdi, oshxonaning tamoq o'xshamdi. Uyning tamoq o'xshamdi, oshxonaning tamoq o'xshamdi. Chimroq tanglar? Uyning tamoq o'xshaydi. Asosiyatni 80-90% odamdan so'rasak, uyning tamoq o'xshaydi deb javob berdi ekan. Bu gapmi bir jihatdan to'g'ri ekan, yana bir jihatdan to'g'ri emas ekan. Bir ekan, bir ikkada mashina paramashib qoldi, uyning tamoq o'xshamdi, oshxonaning tamoq o'xshamdi dedi. O'qib, uyning tamoq o'xshaydi dedi. Undan so'ng sizning uydagilarning kimda o'ynaganiga desa, apisidan o'ynab ekan, debsin. Apis kimda o'ynab ekansa, apisidan o'ynab ekan deb dedi. Undan o'zi uyning tamoq o'xshasa, oshpazlar 30 ming ko'y, 50 ming ko'y, 70-80 ming ko'y maash oladi. Undan o'zi oshpazlar sizning uyga kelib bo'lgan so'l ekan, qo'yadi ekan bo'lib, bizda bir talash tortish bo'ldi. Bu jihatni o'ylasak to'g'rimi, xatomi? Majatni o'ylasak 70-80 ming ko'y bir so'koz maash oladi degan gap uyning tamoqidan bekrak oshxonaning tamoqi o'xshaydi deganini bildiramda. Biz mushu ideya bilan eng novchi ustozlarimiz bilan, mutaxassislarimiz bilan ishkirliklarga bizning shu bultonning yoqi bizning shu Xinjiangning taomlarini kengaytiradiganға ishkirlik oshxonalarni ichib taraqqiy qildirish yo'lida mangdiq. Hamda bayatni deganimiz o'xshaydigan ayni vaqtda azroq bir yo'lni xato mengapdiq. Qanday desak, Xinjiangning tamoqini biz eng yaxshi ko'radigan tamoqni ishkirlikka o'z ayni olib borsak, biz yaxshi ko'radigan shu lag'manni, biz yaxshi ko'radigan shu pulni akirsaklar mengib ketadi deb o'ylabdik. Sichuanning men achchiqroq yeydigan, Xibeyning Xogoning tatliq yeydigan jima. Shunlar mushu jihatdan ishladim bular. Xuddi uyning tamoqi o'xshaydi deb ular azaldan yeb kelayotgan o'ziningki ko'ngan yeri ekan. Endi bu yoqqa boshqa gap kelsak, uyning tamoqi nima uchun o'xshaydi? Oshpazda yamanmi? Yo'q, unda emas. O aşpazlar deganning nurg'un tadqiqot bilan 20-30 yil o'ziningki tajriba savoqlari bilan mushu bugun kun kelgan. Endi bu yerdagi masala nimasi? Shandongdagi xalqlar o'tsa 20-30 yil uyiningki yak Shandongning tamqini yeb kelganligi uchun ular ishtik 1000 yaxshi o'xshab ketgan taqdirda ishtik so'ndirolmayotganmiz. Ularni ko'rsak, o'zimizning uyining tamqiga o'xshash deganga o'xshash bizning tamoq ishtik darhol kirib bo'lanmadi. Shuning bilan cho'tsak, bir yilni yaqin nurg'un tajriba savoqlarni yakunlab, oshlarning ta'miga moslashadigan, ma'lum narsalarni oshlarning funksiya sekvensiga moslashadigan holatda o'zgartirishga majbur bo'ldik. Asli bu ishni bir yilning oldida mishadagi oshpazlar jamiyatidagi mutaxassislarimiz bilan paranglashib, qanday qilamiz deb boshtiraq deyishgan bo'lsak, 1 yil zihnimiz, tirishchanligimiz bekor ketmayotgan to'q. Ma yaqinni yoqi jiqraq izlashib bulardan qilgan yoqi nurg'un ishlarni his qildik, bildik. Endi texnik ishkirliklardagi ochadigan oshxonalarimizning soni tezlashi degan nimada turdik. Mushu munosabatda yana hammalarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz.